أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah subhanahu wa ta'ala Sure Ali İmran'da şundak deydi. Tulicul leyla fin nahari ve tulicul nahara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisab. Allahu akbar. Sen ey Allah keçini kündüzge kirgizsen. Ha? Keçini kündüzge kirgizsen. Kündüzni keçiga kirgizsen. Yani şunun bilen keç gündüzning uzun qisqa bo'lishimi fasllar bo'yicha navbatlashib turishimi shaklda bo'ldi-da almashib. Sen va tukhrijul hayya minal mayyit. Sen o'likdan tirikni chiqarasan va tirikdan o'likni chiqarasan ey Rabbim. Sen chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga sen xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. degan bu oyat Sura Ali Imron 27-oyat. Qarab baqayli atrofimizga, o'zimizning mushu yashayotgan koinotimizga qarab baqayli. O'simliklar, insonning ko'payishi, hayvonotlarning ko'payishi, o'simliklarning ko'payishi, tukhrijul hayya minal mayyit, sen o'likdan tirikni chiqarasan. O'likdan tirikni. Zaytun darxi. Zaytunning bir o'zimiz zaytun yegan vaqtida yoki boshqa har qanday bir meva yegan vaqtida shuning uruqini elib qarab boqayli. Shu uruq bir parcha bir yog'ochda qurib qolgan bir uruqcha. Shu uruqni elib qarab boqayli. Bir parcha bir yog'ochdaklam turdan bu narsa. Shuning ichida nimaning daraxti bo'lgan bo'lsa, nimaning uruqi bo'lgan bo'lsa, shu butkul bir daraxt mujassamlashtirilganda, shuning ichida butkul daraxtning hamma shox-shoxlarida shu bir uruqqa mujassamlashtirilgan qarindoshlar. Hayot qonuniyati bu. O'lib qolgan, qurib ketgan qish vaqtlari qaraydigan bo'lsak, qurib qolgan bir daraxtni ko'ramiz, yoz kelishi bilan yop-yeshil holatda echilgan. Allohning qudratini mush shaklda ko'ramiz qarindoshlar atrofimizda. Ya'ni al-Malikning ma'nolaridan birisi, podshoh al-Malikning ma'nolaridan birisi, u Alloh kechi bilan kunduzni almashtirib turguchi, yuqoridagi oyatda yana almashtirib turguchi. Tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqarguchi degandek ma'nolari va al-Malikninki. Bu ma'nolar bor. Yana buning ma'nolaridan birisi nima desa, annal kafir qad yalidu mu'minan va annal mu'mina qad yalidu kafiran degan ma'nosi bor. Bir kafir, balki o kafirdan bir mu'min tug'ilishi mumkin. Mu'min bir inson uning avlodidan bo'lishi mumkin. Bir mu'minninki kafir farzandi, kafir nasli bo'lishi mumkin uniki. Bu shaklda bo'lishi mumkin tamamen. Oyatda va nada nuhur robbahu faqala robbi inna ibni min ahli va inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Nuh alayhissalom Parvardigoriga duo qilib shunday dedi. Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Innabni min ahli. O'g'lim mening oilamdan edi. Yani sen bana ular nicat tepişini va'da qilgan oilamdan edi. Deb bu şekilde Nuh alayhissalom Allohga munojat qildi, duo qilyapti. Sening va'dang haqiqatan ey Rabbim, sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilg'uvchisan ey Rabbi. Deb buni deganda Alloh deydi-ki, ey Nuh, u oilandagilardan emas. Yani ben sana nicat tepişini, qutquzishini va'da